Menga qara. Ha? Ginnat qo'ysanmi sen? Nima? Nima? Chiroyli gaplar shu qizil jentirkallar. Voy, menga qara, sen hammaga bo'lmagan qiladigan jazjammisan, to'xtatgin meni. Nima yozib olgansan menga? Gaplashyapman bilan u. Nima? Adresda adashding. Chiroyli gaplash. Mazani qochirib qo'yaman mazani. Yurgan. Va shu o'zingdan ketyapsanmi sen? Men qo'pol gaplashyapsan men shunaqa gaplashaman, nima to'nkamisan men bilan chiroyli gaplashaman. Chiroyli gaplash. Adresda adashding olman. Hozir kechirim. Sana gaping bormi menda? Kechirim so'raysan hozir. Sana gaping bormi menda? Ishonasanmi? Menda paxlishinglardan so'ramayman. Voy, kechirim so'raysan mendan. Ishonasan? Kechirim. To'xta, o'tmamitki. O'zingdan ketma. Ginnat qilsan sen u. Voy, kerak bo'lsa yetib olgin. Tinchlik emas, menga kerak yo'q. Tiling polvon bo'ldi. Baxtga birinchidan. Qo'ling olib gap. Baxtga deyapman men. Yo'q, qo'lingni olib gap. O'tmamitki. Baxtga. O'zingga problema qo'ysan. Problema menga. Unaqa gaplashmayman. Sendan kattasi ham problema qilib berolmaydi birinchidan. Endi yaxshilab eshit. Isming nima edi? Jasurmi? Jasurmi? Meni tog'am boy gaping birinchi bo'lib uzr so'raysan. Qolganini o'zlari tushuntirib beradilar. Nimaga mashinada Aziz avto deb yozilganini, nimaga hozirmasan avtoservisga olib kelganimni. Lekin uzr bilan ish bitmaydi. Endi reklama qilasan. O'sha uzr yoshingiz katta ekan, hazillashib anaqa qo'ydim, brat. To'g'ri tushunasiz. Nimalar bor sizda biz? Kompyuter diagnostika, programma pрошивкалар, motor xizmatlari, ходовой xizmat. Liboyga bor ekan-da. Liboyga bor. Adres? Aka, men o'zim mana shu Qoraqamish 1/4da 165-da o'qiganman men bitta. O'z mahallani bolasiga Mahallani bolasiga azabini bizni yurishini qarang. Shu men prank olishimga Qoraqamishda o'sganim sabab bo'lgan, aka. Qoraqamishda o'zi. Gap yo'q, aka. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz, profillarni qo'yib qo'yamiz, o'rtoqlar bemalol kelib barcha xizmatlardan foydalansanglar bo'ladi. Kim olish kerak?